Assalomu alaykum. Bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Bu remontga bitta e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli chiqqan. Ayniqsa mana shu zaliga ishvoz bo'ldim. Uyimizda Novostroyka, Olmazor tumani, Moyariq mahallasi. Mebel texnikalar chiqib ketyapti. Endi gilam pardalar o'zingizga kelishgan holatda gaplashaverasizlar. 93 kvadrat Yevroremont 5-qavat, 5 qavatli dom. Novostroyka dom. Kirish eshigimizni ko'rdinglar. Bu yoqqa bitta kichkinagina qilib bolalarga yotoqxona qilib qo'ygan ekanlar. Juda ham zo'r chiqqan ekan. Ro'parada родительский spalnya bo'lgan. Ko'rasizlar. Yon tarafida oynasi bor. Bu yerda yana bitta yotoqxona. Domni burchagiga tushgan hisobiga bu yerda oyna mavjud. Va sanuzeli ko'rasizlar, juda ham chiroyli. Zalimizni ko'rdik, kattagina, kenggina zal, ikkitalab oyna yorug'lik zo'r tushadi va oshxona qismimiz. Xo'p, oshxonada xolodilnik chiqib ketyapti va mikrovolnovka, vanishniy panel bular qoladigan bo'lyapti. Mebel qoladigan bo'lyapti. Mahallani bitta ko'ringlar, Moyariq mahallasi. Kesinglar, xudo xolisa joy yoqadi. Egalar raqamini qo'yamiz. $98,000 startli narx chiqyapti. Pastki raqamga bemalol qo'ng'iroq qilaveringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.